Kelinglar qizlar, sizlarga sotib olgan narsamni raspakovka qilib beraman. Bu aslida hidli shag'am hisoblanadi. Xuddi shu qismi hidli shag'am, undan keyingi qismi bo'lsa eritish uchun maxsus idish ekan. Buni men Turkiyani haftada bir marta keladigan bozoridan sotib oldim. Juda ham noodatiy ko'rinishga ega, ham uyingizga boshqacha vid beradi. Orqasidagi kichkina joyga shunaqa mini svecha yoqib qo'yar ekanmiz. Buni yordamida ustiga hidli shag'amlarni qo'yganimizda hidli shag'amlarimiz eriydi. Buni orqa qismiga qo'yganimizdan keyin ustiga 3 ta 5 ta xohlaganingizcha, xohishingizga ko'ra hidli shag'amlardan solib qo'yasizlar va 5-7 daqiqani ichida hidli shag'amlar polniy erib, qoninglarni shunaqangi yoqimli hid ketadi. Men olchagullisini xarid qildim. Buni yana bitta o'zelligi, shag'amni o'chirib qo'yganingizdan keyin qotib qolar ekan, yana qayta foydalansanglar bo'ladi.